Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli shofyorlar, tinchmisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Xudo xolasa tabriklasanglar bo'ladi. Bizani mashinamizni qayta jihoz deb Yandex nakleykas bo'yicha shtrafnoyga tiqqan GAI xodimini bayonnomasi hamda sudga beruvdik. Yashnobod jinoyat sudidagi отказ qilingan, rad qilingan bizni nimamiz, bizani so'ragan narsamiz, arizamiz rad etilgan. Отменить qilib beringlar, to'xtatib beringlar sudni, anaqa bayonnomani deganimiz rad qilinuvdi. Apellyatsionni жалоба qiluvdik shahar sudida. Xudoga shukr yutdik. Haqiqat bor ekan. Hali ham O'zbekistonda fuqarolarni hurmat qiladigan, fuqarolarni haq huquqini talab qilib beradigan sudyalar hali ham bor ekan. Tabriklasanglar bo'ladi. Xudo xolasa hozir suddan chiqdim. 3 kundan keyin, 3 kunning ichida sud qarorini qo'lga olamiz. O'sha rad qilingani haqida, bayonnomani ham rad qilingani haqida sud qarorini shahar sudidan olamiz 3 kundan keyin. Undan keyingi ishimiz, xo'p, Ichki ishlar vazirligiga ariza topshiramiz. Noqonuniy bayonnoma tuzib, noqonuniy mani mashinamni jarima maydoniga tiqib qo'ygan xodim, yo'l patrul xizmati xodimini ustidan xudo xolasa ichki ishlarga ham ariza tashlaymiz. Xo'p, va moralniy ущерб deydi. 2 kun ishdan qolganim, mana 3-4 kundan beri mana sud orqasida yurganimni xudo xolasa moralniy ущерб qilib, yo ichki ishlar o'zi to'lab beradi xodimi shunaqa noqonuniy narsa tuzgani uchun, yoki xodimni o'zi shaxsiy pulidan to'lab beradi. Hop, hurmatli GAI xodimlari, ko'rayotgan bo'lsanglar, bilib qo'yinglar, mashinadagi nakleyka, reklama bo'yicha to'xtatib bayonnoma tuzish sizlarning vakolatingizga kirmaydi. GAIning ishi emas. Yo'l harakati xavfsizligiga ta'sir qiladigan narsa emas bu. O'shaning uchun sal o'ylabroq yozinglar. Odamlarning ishidan qo'ydinglar, masalan, mani o'sha GAI xodimi. Shunaqa gaplar. Hurmatli do'stlar, haq huquqinglarni talab qilishdan qo'rqmanglar, cho'chimanglar. Xudo xolasa yaxshi adolatli sudyalar ham bor O'zbekistonda. Ko'p bo'lsa kerak. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xursandchiligim ichimga sig'mayapti. O'zbekistonda yashasa bo'ladi degan bir umid uyg'ondi. Xudoga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.